İçimdagi dushmanlarim qo'shig'idan bir muxlislar uchun jonli ijro eshitsak. İçimdeki düşmanlarım, men bilmagan bilganlarim, suyub yaqin ko'rganlarim, içimdeki düşmanlarım. Arzim eshit, do'sti g'arib, yoshim o'tmay qoldim qarib. Yüreğimi kıldı ado, içimdeki düşmanlarım. Yüreğimi kıldı ado, içimdeki düşmanlarım. Suretinden dost kadırdan, bir güdeyim men üçün can. Aslı içimdeki şeytan, içimdeki düşmanlarım. Dushmanlar haqida gapiryapmiz-da. San'at olamida baribir bo'ladi. Kimgadir ishonasiz, inonasiz, lekin o'sha ishonchingizni oqlamay qolishi mumkin-da. Pand berishi mumkin, do'stlar pand berib qolishi mumkin. Xuddi shunaqa vaziyat sizda bo'lganmi? Misol uchun do'stlardan yoki eng yaqin insonlaringizdan pand yegan paytlar. Men o'rganib qolganman bunga. Iloji boricha ahamiyat bermaslikka harakat qilaman.